aka opa singillarim kuzgi mavsumdan o'tib qishki mavsumga ham kirib keldik xudo xolasa. Ayni damda mana kotel, suv isitadigan, muzlatadigan joylari kerak bo'lsa ustasini hozir mana kelishdi. Xudo xolasa hozir ma'lumotini berib o'tishadi. Qidirib yurgandan ko'ra nomerlarini qoldirib qo'yishadi oxirida. Bir ma'lumotlarini oling, keyin oxirida aytib ketamiz xudo xolasa. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar ukalar? Charchamayapsizlarmi? Salomatliginglar yaxshimi? Kotelimiz qanaqadir ошибкалар berib qolgan ekan. Shu ошибка bo'yicha chaqirib berishdi, nosozlik bo'yicha. Xudo xolasa shu nosozliklarni to'g'rilashga keldik. Inshaalloh buyog'iga harakat qilamiz, to'g'rilab, chiroyli qilib. Nimaki ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, ma'lumotlar ulashaveramiz. Xudo xolasa mana ошибкаlarni to'g'rilashga harakat qilamiz. Bu yerda suv yetishmovchilik ko'rsatyapti. Mana suv berib davleniyamizni ko'tarib o'zini normal holatga olib kelishimiz kerak va o'sha holatda ishlab ketadi.